Bugun Poja Launcher'da qotmaydigan qilishni, ya'ni FPS'larni ko'p qilishni o'rganamiz. Buning uchun mana bu tugmaga bosasizlar. Keyin bu yerdan video and renderga bosasizlar. Bu yerdan mana bu resource scaler mana shu narsani sizlar agar telefoninglar kuchsiz, xullas hech qachon agar telefoninglar juda kuchli bo'lsa 100 ga qo'yib qo'yaveringlar. Xullas bu 25 eng kuchsiz telefonlarga o'shim tushadi. Norma bo'lsa, masalan 60-65. Normadan baland, lekin eng zo'r bo'lmasa, sizlarga 70 tavsiya etaman. O'zim ham 70 ta o'ynayman. Va endi buni 70 qilganimizdan keyin mana bu enable certain formats mode shuni yoqqamiz. Buni use alter surface reading yoqamiz. Keyin mana bu eng pastdagi allow we science with zinc ga bosib yoqib qo'yasizlar. Va mana bu tugma bilan bu yerdan chiqib ketasizlar. Mana bu. Yo'q do'stlar, adashib ketaman. Xullas bu yerda agar sizlarda mana bu zinc, vulkan, ltv, opengl turgan bo'lsa, shu yerda mana bu renderga bosasizlar va holy glotres versions pastga qilib qo'yasizlar. Agar shunaqa bo'lmay tursa, va mana bu tugmani bosib chiqib ketasizlar. Va bu yerdan control customization mana shunga bosib bemalol nimalarni to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Hozir bu yerdan mouse speed deyapti. Mouse mishkani tezligini bundoq ko'paytirib olsanglar bo'ladi. Mouse scaling bu kattaligi ekan do'stlar. Men eng kichkinasiga qilib qo'yaman va mishkani ham sal tezroq qilaman. Start bu yo'llarga tegmanglar. Hali bu yo'llarni o'rgatishga sal bor ekanmiz. Xo'p, mayli. Xullas, bu yerdan mana shu mishkani kichkina qilib qo'ysanglar bo'ladi va mishkani tezlashtirsanglar bo'ladi. Keyin back to listen screenga bosasizlar, Java Twix ga va shu yerdan mana bu memo tree mana shu narsani sizlar agar bu narsani eng balandiga qo'ysanglar, o'yin telefoninglarning e'tibori butunlay Poja Launcherga o'tib ketadi. Va Poja Launcher juda zo'r ishlab ketadi. Lekin ko'p o'ynab olsanglar, telefoninglar bam bo'lib portlab ketish ehtimoli kattaroq. Agar eng pastga qo'yib qo'ysanglar, sizlarda telefoninglarni e'tibori unchalik tortmaydi Poja Launcherga va sizlarda nima bo'lmaydi. Va lekin buni plusi ham bor, chunki agar plusi ham bor. Xullas, plusini hozir aytaman. Xullas, buni eng pastga qilib qo'ysanglar, xullas, eng pastida eng pastini minusi telefoninglarning e'tibori bunga qaratmaydi. Telefoninglar e'tiborini unchalik qaratmaydi. Qaratadi, unchalik ham emas. Plusi bo'lsa, qancha ko'p o'ynasanglar, uni hech qanaqa farqi yo'q. Qancha o'ynasanglar ham 1000 soat, yarim soat, 80 soat o'ynasanglar ham portlamaydi telefoninglar. Shuning uchun sizlarga maslahatim normaga qo'yinglar. Ham e'tibor beradi, ham unchalik portlamaydi. Xullas 1405 ga qo'yib qo'yaman, chunki o'zi turgan edi. 1136 va back to screenga bosasizlar. Bo'ldi do'stlar. Xullas do'stlar, bu videomiz shundan iborat edi. Sizlarga kattakon rahmat. Mana obunachilarim уже 100 tadan oshdi va yaqinda men ukamni yuzini ko'rsataman. Va Telegram kanaliga uni yuzini tashab qo'yaman. Telegram kanal silkasi video ostida. Agar ustiga bosa olmasanglar, bemalol qidiruvga Takir Jon deb yozsanglar, sizlarni meni kanalim chiqib keladi.
Bu yoqda ma'lumot kanalim, asosiy kanal, gruppa, asosiy gruppa, mod gruppa, xullas ko'p. Xullas video yoqgan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Mana shu asosiy, mana bu Tigerjon kanalimga tashab qo'yaman ukamning yuzini. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xullas videoni shu joyda to'xtataman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos bittagina like tugmasi bilan obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Va hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Tiger